Kia Bongo termos bo'lsin, fulidan sariq salonidan bo'lsin deganlar uchun mana o'zim 10 ming yurganda sotgan Kia Bongo 2022-yil zavod ko'propan hozirda 52 ming yurgan. Mashina sariq salon bartavoy bo'lgan, bilasiz, sariq salon faqat bartavoyda chiqqan. Hali ham o'zining roket akkumulyatorlari texnik holatidan umuman e'tiroz yo'q. Оборотga yangi biznesga pul zarur bo'lib sotilyapti. Yaqin 25-30 millionga orqasiga chiroyli qilib budkalar taxlangan. Mana bu bortni poliga Samarqand budka yasalgan. Orqada do'galar bor, sensorlar bor, zadniy kamera, 6 ta baloni zo'r, hadavoylarda umuman kamchilik yo'q deyaptilar. Budkaning yon tomonida eshigi ham bor. Kabinasida chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Oldida qimmat do'galargacha mavjud. Izlayman buni olishda biz olsak faqat sariq salon olamiz fulidan deyishgani uchun bartavo olib o'zlari budka taxlashgan, ichiga bitta baho berasiz. Mana koreyskiy sifat umuman o'zgarmagan. Qanaqa qilib sotgan bo'lsam, xuddi shu holatda saqlangan. Qisqacha navrotlari: cruise control, klimat kontrol, abagrev, abdu, bluetooth magnitofon, monitor, video registrator, ikkitadan airbag. Endi bilasiz, hamma narsasi bo'ladi bunda. Mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, 2022-yil 52 ming yurgan, qimmat Samarqand budkalargacha taxlangan mashinamizning narxi $29,800 deyaptilar. Ozmoz kami bor. Faqat naqdga sotiladi. Variant kredit vыкупga yo'q. Оборотga, biznesga pul zarur bo'lib sotilyapti. Boshqa sabab yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, video pastda egalan nomerini qoldiraman. Samarqand shahrida o'zingiz ustangiz bilan borib tekshirib, tepasida baraka qilib notariusda pulni sanashingiz mumkin. Azizlar, mashina sizga yoqdimi? Bilaman, aynan shunaqasidan izlab yurganlar juda ham ko'p. Albatta, ulgurib qoling, naqd pulga kelishtirib, o'zingiz savdolashib oling. Shunaqa yangiliklarni o'tkazib bormaslik uchun obuna bo'lib, like bosing.